Bugun shundoq iflos insonlar dunyoga chiqib ketdiki, musulmonlar orasida. Agar musulmon bo'lsa, masjidlarda yangrayotgan musulmon insonlarni namozga chorlovchi bo'lgan azonni yoqtirmayotgan iflos insonlar ko'payib ketyapti. Masjidga yaqin hududlardan, o'sha mahallalardan chiqyapti shikoyat qilib, azonni o'chiringlar, azonni davushini pasaytiringlar, meni erimni uyg'otib yuboryapsanlar, meni xotinimni uyg'otib yuboryapsanlar, meni navaramni uyg'otib yuboryapsanlar deb masjidga shikoyat qilib chiqib kelayotgan inson ifloslar bor. Yaxshi ham 1 soat aytilinmaydi, yaxshi ham 2 soat aytilinmaydi. Lekin ana shu ifloslar alla qag'da qolgan it iskamaydigan, it eshitmaydigan haligi diskoteka muzikalarni kuni bilan eshitadi. Undan zerikmaydi. Abdulla Qori degan zot bo'lardilar shu yerda. Alloh rahmat qilsin. Telpaychi nomi bilan mashhur bo'lgan. O'ri pishgan shu mayni oxirlari, iyunni boshlari, rasa o'ri g'arq pishgan paytlarda kirdim. Ko'chada 2 tomon o'ri, bir dona o'rik yo'q. Sog'urib ketgan yil edi. Shu gulida sog' bo'lib urib ketgan yil edi. Uylariga kirsam, o'ng tomonda bitta tip o'riklari bor, shoxlarini egib sinib ham ketganda hosilli ko'pligidan. Borim o'ringdan yeng dedilar. Qori dada dedim. Qori dada, bu hech qayerda yo'q o'ri, sizni xonadoningizda qayerdan bu o'ri dedim. Bu nima qildingiz bu? Hamma yoqda sog'urib ketdi, ko'rsam, qorim dedi.